Assalomu alaykum aziz muhtaram qarindoshlar. Qarig'andagi dushvorchilikmi ko'p bo'ladiga o'xshaydi insonda. Bu temani ikkinchi qatim so'zlayapman. Dastlabida knopkani bosmoqdik. Yarım saat 40 minut boş-boşuğa o'tildibdiman. Gerçi sözleşti işlik bir muncha aktual temalar var şu anda. Bilisizlar. Shunda bo'lishiga qaramay bir az xot almashtirish orqali o'zimga va sizlarga aram berish maqsadi bilan bugun kitob tanishtirmoqchi bo'lib qoldim. Endi tarixda o'tgan mashhur shaxslar, mashhur bilim egillari, dahilar bir türlük aqliy emgakni qilishdan mengiz charchab ketsa, yana bir türlük aqliy emgakni qilar ekan. Garchi ikkisi o'xshashli aqliy emgak bo'lsa-mu, bu inson mengizi intayin murakkab, intayin ko'p qatlamli yaratilganligi uchun Allah'ın asli mo'jizasi bu odam mengizi. Her türlük aqliy emgakning bu adam mengizdagi xotirlanadigan o'rni, faoliyatga harakat qiladigan o'rni o'xshamaydi ekan. Onun uchun bir rayon dam oladi ekanda, yana birini ishlatadigan gap. Shunga o'xshash endi biz siyosiy temalarda jiq gap qildik. Belkim charchidinglar, men haqiqatan charchidim. Bo'libmi ümidsizlik aralash charchidim desam bo'ladi. Oxirgi video so'zimni anglaganlar ko'rsanglar bo'ladi. İnkaslarni. Bu Suriya va bizning mujohidlar haqidagi so'zimizga YouTube'dagi inkas yozadigan yerlar to'shab ketildi. Ko'rib boqinglar. U inkaslarning bema'niligiga qaranglar. Yüzünü İslamçı deb ataydiganlarning axloqiga qaranglar. Qancha kitob o'qiding hayotingda deb so'rasa, to'rtdan oshmaydigan bo'lishiga qaramay, uningdagi holni qaranglar. Mana mushundalan bo'lsa, bizning holimiz bu millatning islohimi qachon? Bunun hozirgi zaman milletleri qatarida yeni bir millet, umumi milliy kimlikni menimsigan bir millet olup şekillenish qachon? Ve bizning g'alaba qilishimiz qachon? Bu hal odamni haqiqatan nima og'iz yutadigan bir ahvol. Belki bunu Xitoyning odamlari o'tirliqni qo'chish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin. Men ularni mujohidlik qilyotidi deb hisoblamadim. Agar unda bo'lib qolsa, kishini texmi umidsizlikka soldi bu ahvol. Uni ko'rib baqsanglar bo'ladi. Onun uchun bir az damilish olsun sizlarga va menga deb bir adabiy kitobni tanishtirib o'tishni loyiq topdim. Lekin bu yana bir tarafidan Uyg'urcha kitap sotayotgan ash kitobxonamiz uchun bir bozori chiqsin. Endi uning bozori chiqsa, kitobxonaga bo'ladi foydasi. Uning uchun iyoni bo'ladi. Ya'ni uning foydasi menga bo'lmaydi. Kitobxonaga bo'ladi. Uning uchun bir reklam maqsadlik, e'lon san'at maqsadlik bu kitob tanishtirishni bugungi mavzu qildi. Bilasizlar, o'xshash bir haqiqat deymizmi yoki bir reja deyni. O'xshash bir reja bir maqola orqali kishilarga sunilsa,
onun qabuli özleştirilişi ve onun meningsilishi bir adabiy asarga qaraganda tuyon bo'ladi. Buning sababi adabiy asarda insonlarni qiziqtirib, voqeani vasita qilib, tasvirni vasita qilib, u ideyani o'zingizga his qildiradi. Uni to'g'ridan to'g'ri sunmaydi. Maqolada to'g'ridan to'g'ri sunilganligi uchun u bir yiqimli bo'lmaydi. Ama siz bunu voqealar, hamma narsa, hadislar, shu hikoya qilingan shaxslar va uning hayot kechmishlaridan bir xulosa sifatida o'zingiz tepib chiqasiz uni. Yoki adabiy asar shunday bo'lishi kerak. Ya'ni u idea to'g'ridan to'g'ri o'tirib qo'yilgan bo'lmay, kitobxonlar tarafidan his qilinadi. O'zingiz his qilib olasiz, o'zingiz tepib chiqasiz. Yani autor real hayat sahnesideki personajlar, real hayat sahnesideki vaka ve hadiselerini kiçikleştirip yeni bir edebi muhit yaratıdı. Edebi turmuş sahnesi yaratıdı. Küçük bir edebi turmuş sahnesi. Ve o yüzü xulaslab çıkan, allaqachon yüzü xulaslab bo'lgan o ideyani. Şu hayattan. Onu tekrar bu küçük edebi reallıkның içine çekip yetidi. Endi o'quvchi bunu o'qib bo'lgan araliqda bu ideyani aşağıdan tekrar tep chiqadi ve onu üzem topdim, üzem his qildim deb o'ylagachqa uni tezroq qabul qiladi ve o tez o'zlashadi insonga. Bu nuqtadan edebiyatning ma'lum bilish roli var. Gerçi biz onu dünya edebiyatı nuqtasidan edebiyatning estetik rolidan boshqa roli yo'q. Bilish roli mi yo'q, tarbiyaviy roli mi yo'q deb inkor qilamiz. Lekin har qancha inkor qilsakmi, o'tirida bir fakt varki, nurg'un odamlar adabiy asarlardan yanada ta'sirlandi va undan yanada bir narsalarni oladi o'ziga tushliq. Bu nuqtadan onun bu rolini chetga qaqolmaymiz. Gerçi o san'at sifatida estetik zo'q verish roli bo'lsa-mu, bu asosiy rol desakmi, ama onun bilish roli, tarbiyaviy rolini tamamen inkor qilolmaymiz. Yana ba'zi bir istalgan ma'naviy maqsadlar adabiy asarlar orqali kitobxonlarga suniladi. Bu asar, bu kitobdagi 3 postni o'z ichiga olgan bu kitob 3 post asosiy jihatdan 90-yillarning boshlarida yozilgan. Onun birisining eng oxirgi tuzitilgan oxirgi nusxasi 96-yilda deyilgan bo'lsa-mu, unmi yanala 90 ve 91 yılları aralıkında yazılgan. O neşir kılınışkı bo'lmay saqlab yatqan sıra uyurunu özgertip 96 yılgacha davamlıq özgertilgan bir eser ekan. Buningdagi postlar asosliqi vatan ichida yozilgan, vatan ichida e'lon qilingan bo'lganligi uchun shu tarixiy arx ko'rinish, şu siyasi atmosferani nazar tutup okuyumuz bunu. Okugan vaqtda. 90-yillardagi Sharq Turkiston. Bunu shu yerda nashr qildirish ko'zlab yozilganligi uchun endi bu hur dunyoda o kadar ehtiyot qilib ketmasimi bo'ladigan ba'zi taraflar naki ehtiyot bilan yozilgan. To'g'risi bunun hemmisi bir daritmalash. Bu 3 postning uchilisida o'xshash bir daritmalash bor. Millatning psixologik holati, millatdagi psixik ojizliklar, millatning taqdiridagi Xitoylar tarafidan yoki kommunist Xitoylar kelgandan keyin tadrijiy o'zgartirilib, tadrijiy yomonlikka ketayotgan bu qismati daritmalash yo'li bilan bayon qilingan.
Onun için bu ihtiyatçılıkның sebebi bu postның vatan içinde yazılganlığı ve vatan içinde neşir kıldırış maqsadi bilan yazılganlığı için kılıngan ihtiyatçılık çağrılır. Gerçi şu kadar ihtiyatçılık bilan kılıngan buluşup qaramay, yanıla ilan kılış mümkün bulmagan. Ta ki 2003 yılga kelgende uningdagi bir post Tarım jurnalının 2003-7 sanida e'lon qilingan bo'lsa-mu, qolgan 2 post bu internet umumlashib tor betlar gullangan zamonga kelganda vatan ichidagi tor betlar e'lon qildi. Rasmiy matbuotda emas. Bu oq ko'rinishni so'zlab o'tdik. Endi buningdagi birinchi post, hajmi eng cho'ng bo'lgan post bu. Bu postning ismi Asi bendiler. Bunu o'qiganlaringlar bo'lishinglar mumkin. O'qigan vaqtda qanday tushuncha bilan, qanday ro'yxatda o'qidinglar, nima hosil qildinglarni bilmayman. Asi bendilardagi bu asi bendilar Uyg'urlar. Kimga asi bu? Tarixga asi, o'z o'ziga asi, shundaqla Allohga asi. Bu ismning qo'yilishi bu. Nima uchun? Buni o'qigan vaqtingizda texnik yaxshi his qila olasizlar. Shundaqdimi? Men buni qisqacharoq tunishtirib o'taman. Bu postdagi bosh qahramon Muhammad Tursun Qashqar shahrida tug'ilib, shu yerda yashagan bir bola. Anasının yaman atiq tufaylidan aqliga kelgan vaqtida 12 yosh, 14 yosh arası bir yoshga kelganda anasi tufaylidan bo'lgan haqoratlarga chidamay, shu adam tonimaydigan bir yerga ketib yashash orzusi bilan karvon beshi bo'lgan tog'isiniga yolvorib, karvon bilan birga meni uzoq bir yerga ekitib shu yerga tashlab keldi. Bu tağısının karvanı da Rusya'ya keladi. Bu Birinci Dünya Urushining oldidagi bu mezgillarga to'g'ri keladi taxminan. Bu yerga kelgan bu bola Tataristonning Qozon shahrida tağısından ayrilib kechida qochib ketadi. Chunki tağısı o kichik bolani tashlab ketishga unamaydi. Cho'qim zo'rlab ekitadi uni. Şunu ekitadiganligidan qochib kechida qochib ketadi, tag'isini topolmagandan keyin charsiz qaytib ketadi. Shuning bilan bu bola ashar qilib qoladi, bir kichik bola. Tag'isining yenidan 6 rubli o'g'irlab olgan. Shu 6 rubli tugigicha yashaydi. Ening yog'i ishlaydi, ish topolmaydi, unga ishmi yo'q u kichik bolaga. O keçileri bir camide yatattı. Endim bir gün şu camide uxlagan yerden kopanmaydan qo'saq aç. Mağdursuzluq. Etigende namazga kelgan musulmonlar tarafidan bayqilib bir tatar mollasi beqab oladi buni. Bu jadidchi mollalar bo'ladi bu. Bu jadidchi mollalarning uyida naytdi ko'p ilmiy muhokamalar, mutaileler, münazirler bo'lib turdi, mushoirlar. Bu bola bek zehni uchoq, naytdi asli bilish qobiliyati bor, aqlli bola. Shuni u bo'lgan gaplarni zodi ichib oladi bu bola, naytdi zehni. Ammo savat yo'q. U mollami bilmaydi buning savadsizligini, o'qiy olish kerak deb o'ylaydi. Keyin bilgandan keyin endi uni o'qitib savatlı qiladi. Bilisizlar, o zamanda onun o Tatarchisi ya Uyg'urchisi, Qozoqchisi, Qirg'izchisining farqi yo'q. O'xshash bir yeziq var.
bundaq bir kapalet var ki bu milletke. Dünyanın 20 kadar bir teritoriyada okşaş til, okşaş yazık bizde. Bolşevik imperiyası bizni parçalap milletke aylandırıp etdi. Yazıklarımız okşamaydigan boldu. Tilimizdeki farqmy bagan sır kengeyip ketdi. O zamanda o Tatar mollası okutudu, o Uygurça okugan bola okşaş boludu. Savadi çıkıdı. Bir kunlarda o bes münazirlarda Abdülkadir Damolla degan bir adamning ismi tilga ilinib qoladi va uning taxallusi Qashqari bo'lganligi bu bolaning qalbini to'lqinlantiradi. Bu gerçinay tatinchoq bola bo'lsa-mu, chidab Damolladan so'raydi, bu kim bu Qashqari deganiki, bu Qashqarlik bir Damolla. Burun müşahede battı, biz bilan birlikte. Men şu adamni topsam, nerede o deganiki, u ketdi Qashqarga. Şunu bu balaning to'g'risi kelmaydi. Mening vatanimdami ashunda büyük olimlar borki. Nima qilaman bu yerda bu xalqning vujudida? Men berib Abdulqadir Damollani topishim kerak. Uningdan ta'lim olishim kerak degan bir niyatga kelib Qashqarga qarab atlandi. Bu dünya urushi yenidan tugagan va u qiyinchilik, ocharchiliklar boshlangan, parakanda bir davr. Bu balama yetilib, yigitlik yoshiga yetgan. Qaytib kelib, haqiqatan bir muncha o'xshamagan sarguzashtlardan keyin Abdulqadir Damolla bilan tepishidi. Abdulqadir Damollaning yetakchiligida elib berilgan ma'arif islohoti, taqalib qolgan madrasalarning takror ochilishi, Xalliq madras, Laypashtaq madrasi, u madras bu madrasalar bo'lib, hamma madras takror ochildi. Yangi ma'arif programmasi bilan o'qitiladi bolalar. Va Gulahda yotgan yetim yesirlarning hammasi to'planib maktablarga jalb qilinadi. Bu yigitmi Damollaninki yetakchiligida o'qiydi. Vaqt qarishi ko'p o'tmay Damolla suiqasdga uchraydi, xabaring bo'lgandek. Va shuning bilan bu yetimlarning hammasi takror yetim qoladi, ma'naviy otasidan ayrilib. Ochilgan bu madrasalar taqilib qoladi. Chunki yetakchi bo'lmasa taqilib qoladi. Gerçi o hamma madrasada Abdulqadir Damolla ders o'tmaydi, o bir yerda hammasiga yetisholmaydi, uning nurg'un sabdoshlari bor. Qutlug' Hojim Shavqiy va shu vaqtda masalan nurg'un maktablar, madras bu. Uning hammasiga bir Abdulqadir Damolla qanday yetishadi, hammasiga ders vermaydi. Lekin bir tashkillig'ichi bir mo'ma bo'lmaganligi uchun mo'ma qilgandan keyin bu xamal to'zib ketadi degan. Bu qaytadan yetim qolgan bu bolalar nega verib, nerede turishini bilmaydi. Baş qahramonimiz Muhammed Tursun teklif bo'yicha bir fazivatlik saboqlashining teklifi bilan fazivatga chiqdi. U yerda do'stining hovlisida atrofdagi bolalarni yig'ib dars berdi ularga. Lekin bu darsmi pek izchilligi bo'lmaydi. Bilginingdek, o zamandaki adamının cahilligidan, qashshoqligidan bolalarni ibat qilolmaydi. Zo'lab ekkilsin, qochidi. Ba'zida 4 bola, ba'zida 8 bola bo'lib, oxiri u ishmi aqmaydi. Bu bola xalqning uyida bakanonni yeb, yo'g'on bir adam. U yerda o'tirish o qadar ig'ir keladi bir tarafdan. Şu kunlarda Qashqarda bir qo'zg'olon yuz berdi. Bu qo'zg'olon 20-yillarning o'tirlarida haqiqatanmi Qashqarda bo'lgan bir qo'zg'olon. Quchqach alvoni deydigan bir alvonga qarshi ko'tarilgan bir inqilob. Mana shu qo'zg'olonning oxirisi qo'zg'olonchi qo'shin
Xitaylar bilan etişa çekinip Pezovat kıç kelip u yerda Akkaşның çölüge tutaşkan tarapdaki bir jigdo ormanlıqıga kirip aladi. Bu jigdo ormanlıqıdaki bu qorshav 80-yili yuz bergan Pezvatdagi jigdilik vaqasi degan vaqa bu. Bu yerda maqsadli holda qahramonlarning harakat sahnasi zaman e'tibori bilan bir cheksiz kengaytirilgan. 20-yillarda harakat qilayotgan bu qahramonlar 80-yillardagi jigdilikda bu sahna tutashtirildi. 80-yillar bilan 20-yillar. Anlagan bo'lishinglar mumkin. 80-yili Pezvatda bir top yosh qurolliq bo'lim deydigan yerga hujum qilib, qurollarni bulab ketgan. Nəhayət əfsuski oqları yo'q qurollar bu. Oq boshqa yerda saqlanganligi uchun ular oqni izlab beqishga ulgurmay qochgan. Bular shu jigdilikka yoshirinib olgan. Shu vaqtda Pezvatdagi munofiq damollalardan Abdumit damolla Qur'on tutib qasam ichib shu jigdilikdagi bolalarga va'da qilib ularni jigdilikdan chiqib qurollarini topshirib bersa gunohi surishti qilinmaydiganligiga qasam ichib Xitoyga tutib bergan. Bu Abdumit damolla keyin hajga berish safarida shu Arabistonda o'lgan. Şu andanın bir balası Arabistonda o'qiyotarmish. O'quvchilar uyushmasining mas'uli o'xshaydi. Xitoy konsullugi bilan bordi keldisi bor. Mana shu Abdumit damolla chaqib to'lab bizning bu 20-yillardagi qo'zg'olondan chekinib 80-yillarga chiqqan bu qahramonlarimizni jigitlikdan chaqirib Xitoyga tutib berdi. Bu tutib berishda faqat bosh qahramonimiz Muhammad Tursun jigitlikdan chiqish qo'namaydi. Boshqa sablashlarini chiqmanglar, etishib ulayli deydi-yu, hech kim uning gapini anglamaydi. Allaqachon bir qitimliq qiz edi. Istixiylik qizish bu. Bir qitimliq qiz edi, so'g'andan keyin poqdekli suvaydi emas, bizning xalqdagi psixik bir holat bu. Bu butunlay bir psixik asar bu. Milletning psixologiyasidagi ajizliklar, inqilobchilarimizdagi kamtikliklar, kamchiliklar, xatolar, 20-yilda takrorlanayotgan xato 80-yilda o'xshash xatoni takrorlaydi bizning xalq. Bugunmi shuni takrorlaydi? Men ko'p qatim dedim-ku, 20-yilning oldidagi xatolarni bugunmi takrorlayapmiz. Savoq elish deydigan yo'q bizda. Muşlarning hammasi bu postda yig'inchoqlangan adabiy til bilan sizlarga sunilyapti. Endi bu jigitlikdan chiqqanlar bas-basda Xitoyga chaqidi. Jigitlikning ichida yana birisi qoldi, u chiqqilunimida, uning qo'lida qurol bor, diqqat qilinglar. Aktiv bo'lishga tirishadi. Bu tamoman Uyg'urlarda bor ish bu. Ash arzimigan kechvazodlik aktivlik bo'lib o'zini qutqazmoqchi bo'ladi. Bugunmi bana chet elda turib, namoyishga chiqishdan qochib, bir bahonani eng chiroyli ustulik bilan u qadar kallasi ishlaydi buningga bahona topishda. Ajoyib ishlaydi. Shuni boshqa bir ish ishlash, shu tafakkuringni shunda bahonani topib, Xitoyning g'azabidan saqlanib qolishga tirishadigan bu odatimiz bugunmi bor? Bugun yutib ketgan yo'q. Buni hammanglar bilasizlar. Keçvazadagi o ishning bizga foydasi yo'q. Xitoylar uning uchun seni kechiradigan ish yo'q. Bo'g'liq bo'ldi, anangning ayg'uchilik qaldimi balam degan tamsildikidek, ayg'uchilik qolmagan vaziyatdami yana bir aktivlikni qilishga tirishadi bizning Uyg'urlar. Ana shunday qilib, hali inqilobchilar jigitlikda chiqqilmay qolgan Muhammad Tursunni chaqadi bas-basti bilan. Men oldida deb bo'ldim-a deyishdi. Başta degenge jiqraq bijim berdigandek.
Aşında qılıp bulun tutup bağlap bolgandan keyin Elki vədilinin hemmisi yalgan. Damollunun vədisi qaldı bitdinin işi. Bağlap bolgan ki bu qozgulanın başlamçısı, Qashqarda götürülgen qozgulanın başlamçısı çoğ adam o. Çoğ yaşlık adam. Bu adam bu ahvalını görüp qata çıqavatqanın aldıdikisinin ahvalını görgen ki bu qaçıp ketişdi. Uçuqçılıqqa qaçadan mı? Aqıstan etibdi onu. Endi qalan askerlendi baka bolgandan keyin jigdilikni qorşaw alqısını taraytip Muhammed Tursun'ni tirik tutuşqa tirişidi. Muhammed Tursun u yerda bir jigdilik qaraganda g'olliqroq, egizroq bir tog'roqning shaxiga chiqib olib, bu qorshawdan qutulib qolib qochdi bu. Yana Sovet tarafga qochib ketmoqchi bo'lib mangidi, Qumaltaqqa qarab. Qumaltaqda kunduzni o'tkazib olib, qarong'i tushganda Atish bozoridan o'tib, mashhur Tengitar degan tarafga qochdi. Tengitar bilisizlar, yaqin zaman tariximizda Xo'ja Niyoz Hoji Tungallar bilan bir qatimliq hal qilg'uch jang qilib, nayt az askar bilan nayt ko'p Tunganga ajallik zarba bergan birga. Strategik jihatdan hujumga nayt aptlik, mudofiaga apsiz bo'lgan tarafidan foydalanib, hujum aptlik nuqtalarga yo'shirinib olib, Tungallarni uchiqchilikda xili ko'p qirib tashlagan. Shu Tengitar şu Atishning suvi keldigan suv manbasi taraf. Bu yerda ikki jilg'i bor. Birisi Tengitar tarafi, yana birisi Joypetcham deydigan taraf. Bu yerda bir muqaddas qabri bor. Bid'at musulmonlar ziyoratga kelib, qo'y suyu, mal suyu, qazin esib, nazr qilib turdi yilda. Taraf-tarafdan keladi, nurg'un yerlardan keladi. Shu Joypetcham jilg'isi tarafga qochadi bu bola. Tengitar taraf cho'ng yo'l, Tugurmiti degan qirg'iz yezisiga boradigan cho'ng yo'l bo'lganligi uchun u yerda odam chiqib qoladi, tutilib qolaman deb Joypetcham tarafga mangdi, ammo u yerda qabr ziyoratiga chiqqan atishliq 4 yosh yigitga uchrab qoladi u. Endi u yosh yigitlar buni gapga selib, "Nega mangdinglar desh? Bu yerda nima ish qilasizlar desh" deb aq yerdan bir jidal tepib, bu natijada jidalda bu balani urib, chalilak qilib, bir asqining ustidagi qiya tashqa ep qo'ydi uni. Aşağıda o bala ülep qoladi. Yani bu jidalmi, bu aqibatmi tasodifiy yoki qiziq bo'lsin deb qo'shib qo'yilgan emas. O'ylab baqsanglar. Biri, bu millatning inqilobchilarini so'ymaydiganligi. Tarixdan beri inqilobchilarning yetimligi. Yetim qoldirdiganligi. Umumiy qo'llashga, umumiy jihatdan suyishga, qo'yniga ilishga unamaydigan g'alatiligi. Agar u inqilob qizivatgan zamonda bo'lsa, az to'la e'tibori bo'ldi inqilobchining. U mag'lub bo'lib shunday po'xtek bo'lgandan keyin inqilobchilarni hatto masxir qiladi bizning xalq. Kichik boladek aqmaga ishni qilib, aqchiko'kchi. Undaq. Bu psixik holatimiz mujassamlangan bu yerda. Endin a'liqi men yillardir maqolalarda so'zlarimdan aytaman-ku. Bizde bir qahramonlik var, öz içimizge qaratilgan qahramonlik. Kichikgina g'ururimizga tekkan odamni kechirmaymiz, o'ttirib yaraymiz. Ammo Xitoylar bizni ishti shekning o'rnida haqorat qilsa, uning u qadar qahramonlikni qilolmaymiz. Ashadagi A4 balaning bakadan aqyadan jidal tepib bir odamni o'ttirib o'tishga yarayotganligidan bu narsa xulosalandi. Bizning bu psixik holatimiz, bizning bu milliy ojizligimiz adabiy til bilan xulosalangan. Bu bola shayda ulab qoladi. Bir inqilobchining oqibatini qarang.
xuddi Uyg'ur inqilobchilarining aqibati. Kichikiltirilgan, ixchamlangan nusxasi. Faustninki xotimasida Çingiz Aytmatovning asrdan uzoq bir kun, qirg'izchasi qilim qaratar bir kun. Qilim degani asr degan gap qirg'izchada. Asrni qiritgan bir kun degan deb ilingan qirg'izchasida. Uyg'urchasi xato tarjima qilingan, asrdan halqigan bir kun. Asrdan halqigan bir kun degan gap 100 yıl ötep ketkendan keyinki birinci kunlik östürdü. Bir kun bu. Yani 100 yıl qancha kun bo'lsa, uning aqsidagi bir kunni demakchi bo'lib qoladi. Uyg'urchasi xato. Asrdan halqigan bir kun desa. Asli ma'no asrdan uzoq bir kun. Bu intayin uzoq tuyuladigan zerikishlik olganda asrdan uzoq tuyulib ketadigan. Ne demekçi? Şu asrdan halqigan bir kundan ilingan bir epigraf va xotimida. Ana balaning arasidagi dialog. İsming nima? Anasi deyatadi uni. Kimning balasisan? U bola bilmaydi. Bu ajdodini aslini unutgan. Ba'zilar bilib bilmay qo'llanayotgan manqurt degan shu. Manqurt. Manqurtning chiqqan yerimi, manbasimi ash kitob va manqurt mana shu bola. Anasini tonimayotdi dashada. Ya'ni aslini unutib qolgan degan gap. Anasini tonimayotdi, anasi uningga o'zini tanishtirishga tirishib, aslatishga tirishib, isming nima? Kimning balasisan? Uqmaydi u. O'ylasangchi, sening dadang Dönembay deydi. Bu epigraf. Bu epigrafning qo'yilishidagi ma'nomi xili jiq o'ylashinglarga yetadi. Asrdan uzoq bir kunni o'qiganlar bilasizlar, bu Dönenbayning u balasi tutqun qilib akitilib dushmanlar tarafidan beshiga tugining terisi choplanib, u manqurtga aylantirilgandan keyin anasini etishga buyuruydi dushmanlar. Balaning o'zi o'z anasini etishga. U atmoqchi bo'ladi, bala anaga aslini aslatishga, asli kelib chiqishini, asli zotini, nasabini, urug'ini aslatishga tirishib deyotgan gap bu. Sen Dönenbayning balasi. Ama ahirgi hisobda o bala baribir tanimay anasini atida o'qiyadi. Buning aqsiga yoshirilgan aq ko'rinish bu. Mush epigraf bilanmi bu postdagi yoki buning aqsiga yoshirilgan cho'nqur ma'noni his qilishinglar mumkin. Bu 91-yilda yozilib ekan. Buni eng yaxshisi o'qigandan keyin o'qiganlardan bir qanchalar bilan fikrlashsak, texmi yaxshi bo'ladi. Bunda bir suhbatni uyushtirsak, yuzturani yoki tor orqali. Xayr, amal yo'q. Endi bu postda aslida yozmoqchi bo'lgan narsa Xitoy davridagi Xitoyga qarshi elib berilgan inqiloblarni yezishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, Xitoy davrida Xitoyga qarshi elib berilgan bir inqilobni yezish mumkin bo'lmaganligi uchun buni qasdan o'tmishdan tema elib, hozirgi daritmalashma ustida 20-yillardagi qo'zg'olon vosita qilib foydalanyapti. Ammo uning oxirisi ekkilib,
xuddi 20 yillarda bo'lgandek 80 yillardagi jigdilik voqeasi bunga qasddan qetib qo'yiladi. Buning aqısından ayaki. Endi buni texmi yaxshi tushunish uchun bu kitobning beshiga Mehmetimin A'la qarindishimiz psixologiyalik jihatdan bir muloyiza ilib berib, bir kirish so'z yozgan. Men buni Facebook'a PDF şeklinde qo'yay, kirish so'zni o'qib beqinglar. Qolganini uningdan bilasizlar. Ikkinchi post. Sahralık kız. Sahralık kızdaki bu sahralık kız baş kahramanımız. Bunun üsüp etilgen, tuğulgan bu yurti, bu sahrası kişinin hakikaten mi yürkini yetiştirdiğin bir Uygur yurtlardan biri. Bir tarafı teklimekanğı tutaşkan. Kurgak, sunaydı kız. Bu şehirlerden hili uzak yoki uzak tuyuladigan bir sahra. Baş kahramanımız hayatida bir qatim yezining bozoriga berib boqqan. Shaharning nima, shaharda qanday hayot bor, unimi ko'rib boqmagan bir bechora. Uning hayotining butkul ma'nosi nima? Hechmi ko'rmagan bir sahradagi bir qizning hayotida orzu qiladigan nima? Chunki insonning tafakkuri ko'rganlari qancha ko'p bo'lsa, shuncha keng doirada tafakkur qila oladi. Buni deb o'tdik. Til tafakkurning vositasi dedik-ku. Yoki tafakkurning quroli dedik-ku, til. Bir sahrada o'sgan bir o'qimagan qiz qanchalik til biladi? Uyg'ur tilidan qancha so'z biladi? Balki ming so'z biladi. Uning tafakkuri shu 1000 so'zga loyiq tafakkur qiladi. 50 ming so'z bilgan bir adam 50 ming so'zga loyiq tafakkur qiladi. Muhitga ko'ra, insonning tarbiyalanishiga ko'ra tafakkurmi shuning loyiq bo'ladi. Bu qizning orzusi qarasanglarmi ichinglar pishadi. Yurkinglar yetishadi. Chunki unda buyuk hayotni, ajoyib ko'rkam hayotni, o şehirlerdeki o bağçılarını, o güzelliklerini köymese, köymeken nersini qanday arzu qiladi bir inson? Bilmaydi uni. O shu o'zining muhitidan nima eng yuqori hisoblanayotgan bo'lsa, uning arzusining eng buyuk pallasi u. Ya'ni masalan bu qizga nisbatan bir agi tegish, bir jinsiy xumor. Onundan başka hoş oğudaki hiç nesi yok. O kadar bir baxtsizlik. Bu milletning bunun o'xshagan qizlari azmı? Men Janubning nurg'un yezillarini velosiped bilan aylangan yoshligimda, 85-yil. Velosiped bilan. 85-yil degan bir yilda o'ylab boqinglar. Bu hozirgi zaman atom devri. Mening ko'rgan o manzaralarimni her isimga alsam yig'lig'im keladi. Biz ashlar bilan bir millat emasmi? O'ylab boqinglar. Hech nima ko'rmaydi bichora hayotida. Hatto ba'zilar go'shtning ta'mini qanday desa deb bermaydi. Chunki 70 yosh qichirib o'lsa, 70 yillik hayotida go'sht etib boqmay o'lib ketganlar bor. Xitoyning jannatida. 70 yillik hayotida putiga oyoq kiymay o'tib ketganlar. Mana mushundaq sahraning birisi bu. Bu yerda surinayotgan sahra. Bu qizningki arzusini buldum deb shunday bir ahvolda. U tabiiyki bir mashinam bo'lsa ekan degan arzu qilolmaydi, uni xiyoliga ham keltirolmaydi. O'zining ahvoliga yarasha qiladi u arzu degandan. O'zining aqli yetgan doirada qiladi arzu.
Aslida bu yezida 30 kunda bir qatam keladigan suv növbeti var. Etretler boyunca növbetleştirdi bu suvni. 30 kunda bir aylanadi. Lekin keyin bara bu suvning besh tarafida bir shahar apriydi bo'lganligi uchun suvning bir qismi shaharga boshlanishi kerak. U yerdagida ishimiz bo'lmaydi emasmi? Shuning uchun bu suv 45 kunda bir qatam aylanadigan bo'ldi bu yezida. Texmi qurg'oqlashdi, texmi namratlashdi, texmi to'pchang. Bu yerda bir nefis pardining aqsida yoki uzoq oq tarafda bir rasmning oqi manziridagi g'uva ko'rinishga o'xshash Xitoyning zulmini anglatyapti bu yerda. Chunki vatan ichida yozilgan, vatan ichida nashr qilinish planlangan bo'lganligi uchun Xitoyni hech tilg'anmay turib bu ishning Xitoy tarafidan qilinganligini oshkora holda hech atamay turib kitobxonga his qildiryaptiki, u hali yangi apriyda bo'lgan shahar cho'qim Xitoylar tarafidan apriyda qilingan Xitoy ko'chmanlari bilan to'ldirilayotgan bir shahar. Bu tufayli suvning bir qismi yo'q ketib, bunning suvi texmi azlab, bu yezi texmi namratlik patqa qilib ketyapti. Bu suv to'g'riliq bu dehqonlar beqo'zg'alib ketib jidal qiladi berib suvning beshida, suvni ayirishda, suv talishib. Şunu bu tayoqni rasa yegandan boshqa bulardan bir qanchisini tutqun qilib turmaga qamaydi. Bundan keyin yo'q desa chelib iching degandek uyda bari yo'q eshakni yoki chiqaq o'g'loqni setib jarimanini tuylab tutqun qilinganligini qutqizib ekiladi. Demek her bir ilgirlash, her bir qadam elish texmi bek namratlashga qarab, xuddi halqi sasliqlardagi patqoqda qadamni ag'ansir cho'nqirib ketib, oxirida cho'kib ketganga o'xshash patqoqning ustiga. Bu ajoyib bir hayot. Qutulay deb tipirlig'ansir cho'nqirib ketib, texmi namratlashidi bu. Keyin jutning oyog'ida neftchilar paydo bo'lib, jangalda, bayovonda vishkillarini tikib burg'lashni boshlaydi. Shuning bilan suvning bir qismi uyaga boshlandi. Borvayga suv kerak. Suv texim azlaydi. Bulug'i deydiki, bu yerda borvay ochilsa, may chiqsa, sizning turmushinglar anda olib ketadi. Munda bizga 60 yildan beri Xitoylarningki xuddi alvondal tutqun bo'lmaydigan alvonga o'xshash ko'rsatayotgan jannatni yana bir ko'rsatildi uzoqdan. Yaqin arada may chiqib bo'lib bayashat olib ketadiganligi, bir qismining ishchi bo'lib maoshlik bo'ladiganligi, va bu yo'llarningki asfaltlanib chang to'zimaydigan bo'ladiganligi. İmizgiler. Bu quruq imizgiler bilan yana gollanadi bu. Lekin bu amaliy qiyinchilik suvning azlab ketishi, ana ustiga alınan mashina uskunalarining yizidan o'tishi bilan to'ziydigan chang, bir soatgacha besiqmaydigan shu bo'g'inoq bezar bo'lib ketadi bular. Yana bir qatam jidal qilib qoldi Xitoylar bilan. Borvay ishchilari deyildi, Xitoy deyilmay. Xitoy deb tilga ilinmay turib Xitoy. Bu jidalda bir qancha odamning bel putlari sunib ve ba'zilar hatta saqayanmay abadiylik majruh bo'lib qoladi bu dehqonlar. Bu majruh bo'lib qolganlarning birisi bizning bosh qahramonimiz Ashsaralik qizning eri. O'rin tutib qo'polmaydi, o'z ehtiyojini chiqarmaslab qoladi. Hali Xitoyda. Xitoylar urib. Ama onun so'rig'i bo'lmaydi. Hech kim uni tuyligi yo'q. Hech kim uningga nafaqa berayotgani yo'q. Saralik kız Gülayşem'ge qaladı bunun bädi. Yani bu bütün zulümler perdinin aqsıda.
g'uva ko'rinadi. Buni kitobxon bo'lish sifatida siz his qilasiz. Demak, bular aytgan bu ta'tir taraqqiyotlarning hammasining aqsda harakatlantiruvchi Xitoy deganni his qilasiz. Bu zulmni bundaq uslub bilan anglatish 90-cı yıllar üçün bir möcüze. Heç bir ədəbi əsərdə bunda qılınıb baxmagan şu vaqtca. Keyin boldum bolmadımı bilmeyim. Bu səhralık qız. Endi 3-cü post. Ay Allah. Üçüncü post. Yaşlıqqa qaytish. Yaşlıqqa qaytish degan bu ismning o'zidan biz bir majoziy anglanmaligini his qilamiz. Chunki yoshlik deganga qaytqin olmaydi. Bo'lmasa men 20 qatim qaytib olmam dem. Buningdan bir taaddini anglaymiz. Yoshlikqa qaytish degan ismning o'zidan. Bu postda baş qahramonning ismi yo'q. Ve başkalarının ismi yok. İsim verilmegen halda bu personajla bir-biriga aralashib ketmaydi. Endi bu bir maharet meselesi. Baş qahramonimiz aslında şəxsləşdirilgan Uyghur. Yani Uyghur milletinin bir adam qilib yaratilgan tipi. Bir millet bu. Şəxs. Buningdaki bu keçmiş, bunun beşidan o'tgan barliq keçmiş bir taaddi, bir majoziy anlam berdi. Bu hayotining oxirisida bola vaqtida, bu beshikdagi vaqtida bir qitim yotqanlar o'rilib ketib, biz yotqanni tizadigan odatimiz var ama Uyg'urlarda janubda bo'ladi. Yotqan ko'psa jabjiq ekan degan havasni keltirish uchun mehmonxona uyiga egiz tizadigan odat var. Shu yotqan o'rilib ketib, bu bola yotqanlarning tegida qolgan. Qo'rqib ketgan shu vaqtda. Bu bir psixik asorat bo'lib, buning yoshirin enida bir jarohat hosil qilgan. Bu psixologiyalik bir asar. Şunlaşqa bu psixik asorat pat-pat qo'zg'aladi buningda. Yoshirin angdan teshib chiqishga tirishadi. Bu post asosan voqeasizroq abstrakt bo'lganlik uchun men birdilla aqsiga kelay buni. Oxirida bu ichkarilda tijorat qilib Xitoy shaharlarida qaytib kelgandan keyin hali uzun zamonda kelganlik uchun ayolini sig'inadi-da. Ayoliga yaqinlashmoqchi bo'ldi-da, ayoli bu kunduz deb tortinib qiladi. Buni qistab shu tizilgan yotqanga bordi bu. Bu yotqan o'rilib ketadi. O'rilib ketgandan keyin bu odamning balalik davridan qolgan yoshirin enidagi jarohat qo'zg'alib ketadi. Psixik asorat qo'zg'alib ketibdan bu shu yoshirinangga o'tib qoladi bu. Ya'ni o saranliq demak yoshirinang. Yani hayvanlı yoshirnangda yashaydi masalan. Bizning yoshirnang degan ash saviyamizda yashaydi masalan. Saranglar shu saviyada yashaydi. Ang bu aql qatlami. Birdilla yoshirnang holatiga ko'chib qoladi bu. Shuning bilan saranglab ketadi. Bala deydi, bala. Bala nima bo'ldi? Bala besilib qoldi deydi. Asli o'zi u, shu o'zi bola vaqtida yotqanga besilib qolgan emasmi?
Kana bala deydi, yotqanlığını uyan kılıp balanız deydi bu. Yani üzünü. Bu xotun hayran qaladı bununla bu. Ne oldu bu da? O sakmısız. Aşna olar saramlap qılıpla koçuğa çıktı da. Bu yaşlıqqa qaytqan adam bu. Yaşlıqqa qaytdım dep şu şoqluqlarını qılıp koçuladı, maşinalarga esilip balaq şıpışı qılıp öýge kelmeydi. Endi u buğlay köp. Balança xuna ya jürüýdi, nimişque igi bolmaýsylar degендek tapdanly bilen xotun iki balasyny ýetelep ýerini izlep baryp tapady buny. Öýge qaytyryp giteýli dep urunsa unumaýdy bu. Tunumaýman diýdi onu. Tunumaýdy, o aýalyny tunumaýdy. Ballanymy tunumaýdy, emma ballany ýaxşy gördi hali. O ballaga men sizler menimçe uyançyklarym bar bir ýerde. Eger halsaňly men sizlerge köste apry biz oýnaýmyz dep teklip kıldy ballaryny. Anda onlar bu halga çydap duranmay köz ýaşlaryny tökep öýge qaytyp geldi. Bu öýge qaytyşy unumaganlyk üçin onu ekitenmey özleri qaytyp geldi. Endi bu 90-njy ýyllardaki bir aptor 90-njy ýyllarda bügenniň beşaratyny berdi. Bugün beşimizge kelgeniň beşaratyny bu eseriniň ahyrdyky monologda berdi. Kanda bu beşaret endi o ayal çokumki o eri anda bolup kalgandyken anda hayaty boyu tulotamaýdy, birsi ägiti ýerdi. Ägit ekkendiň kin öýüniň egisi kim bolady? Başga bir adam bolady. A biçarynyň aty bolusyň kalgan öýüniň egisi ýat bir adam bolady. O ballyça taňtuşlarynyň aldyda bir saraňyň balasy diýenden anlagandan görä onundan vaz geçidi. Dadysynyň familiýasydan tanıdy. Ügey dadysynyň familiýasyny gollanyşga başlaýdy. Bu monologdaki bu beşaretni his kıldyňmy? En ýaxşysy men şu ahyrsyny kitapdan okup berey. Onun öz üzünü kontrol kılgıdekme aklı uşu bolmagaçka ayalının ümidi üzülüp onundan ajyrışıp başka erge tegiş niyetigi keldi. Bundaqda emdi onun ailesi ata bobasydan miras bolup kelewatkan üýümi mewjudlygyny ýoktatdy. Bu ata bobasydan miras bolup kelewatkan öý jaýy neme? Milletning vatani Şarkı Türkistan. Xotuny ýeni eri bilen onun ejdatlarından kelewatkan uwusyga tamamen igi bolatdy. O bolsa bundaq igidarçylykdan tamamen mahrum bolup üzül kesil sergerdanga, toluk manysy bilen makansızga aýlanatdy. Nim boldyk biz hazır? Makansızga aýlandyk. Ballarımı onundan numus kildigan halga kelip, onun familiýasyny işletmeslikimi közge görünüpli duratdy. Bu kiyinki, emma kaş bilen kirpik arlyky gyly kep kalgan bala gaza onun hiýalygymy kep bakmaýdy. Saranlap kalgan bolgandyky onun hiýalygy kelmädi. Bugün hiýalygy kelewatamda, nurgun Uýgurynyň hiýalygy kelewatamda. Namaýyşga o kadar akyllyk bahanyny tepewatdy. Muşkundumy? Yana neme kaldı? Ayıgıçılık kaldı mı bu işinin? Aşınçılık uşak aktiflikli bilen neme kazanıldı? Xitaylynyň rahimdilligini kazanmakçı mı? Bunu oýlagyçylyk mı yok edi? O yaşlykka qaytgan edi. Kızlar bilen kogluşup yaşlykdyky baňbaşlyklar bilen huşal halda wagtyny çagyp ötkizetdi. Vatan sırtıga çıkıp algan bir munça Uýgurlynyň milletiniň kısmeti öyle hiç işi yok. Bu baxsızlıkla onunla alakasızlık
tamaşırını qılıp jurayotganligini görüyotsizlar. Bu 90-njy ýylda ýazylgan bir eserde bu bir möjüze. Aile. Onun ailesi nim bolup gitdi? Balalar. Onun balları kiyinki awlady. İst. Şorpişanlykny bilmez bolup galgan şorpişan. Tügidi. Bu üç parça eser üçlüsi bu milletning psixologiyasi bilan oynayotgan, psixologiyalik holatini tadqiq qilayotgan ve onu tasvirlayotgan bir eser. Şunlaşqa edebiyatga qiziqadigan, umuman edebiy kitaplarni yaxshi ko'radiganlar o'qib baksanlar buningdagi badiiy ustunlikni, onun astiga yo'shiringan ma'na teranligini bayqaysizlar. Men bu videodan keyinla Facebook'a bunun kiriş sözünü qo'yaman. Mamtimin ala yozgan kiriş sözünü. Onu o'qib bakkandan keyin andin inkasını görüp bakamiz. Allah hemmanlarını salamet kılsın. Biz yana keyinki qitimda yana aktual temalarımızga qaytışımız mümkün. Hazırcha hemmanlarını Allah'a tapşırdım.